Nimaga sen topa olmayapsan, Alloh topganda demaylik, chunki uni taqdiri u. Haqiqatan kunga tunga o'laysan bo'lmaydi. Demak, Alloh taolaning taqdiri. Seni ishing tugadi. Seni ishing harakatida. Bu yo'q Allohdan. Kishi mol dunyoni so'raydi, orzu qiladi, lekin yeta olmaydi. Umri davomida qo'li kalta bo'lib o'tib ketadi. Buni yomonlik deb o'ylamasin. Buni yomonlik deb o'ylamasin. Sabrdan boshqa hamma amalni mukofoti birodarlar cheklab, o'lchab beriladi. Faqat sabrni mukofoti hisoblamasdan beriladi. Sodiq mo'min banda turmush tarzini tuzatishlik uchun hamma sababni qiladi. Yuguradi, yeladi, mehnat qiladi, lekin natija u xohlaganiga bo'lmaydi. Mo'min banda, sodiq mo'min banda turmush holini, turmush tarzini yaxshilashlik uchun mehnat qiladi, yuguradi, yeladi, lekin natija u aytgandaqa bo'lmaydi. Shunda nima qiladi? Taqdiriga rozi bo'ladi. Sabr qiladi. Shuning uchun ajri katta bo'ladi. Biz bu yerda hech narsa qilmasdan Allohda aytgani bo'ladi deb o'tirib olgan odamga gapirmayapmiz. Tinmaydi, bechora tinmaydi, kecha kunduz yuguradi, qishin yozin yuguradi, lekin bo'lmayapti. Endi nima qilish kerak u? Biz o'sha harakat qilmayotganda malomat qilaylik. Agar shunaqa farzandimiz yotib olgan bo'lsa, urishib olashaylik. Ishlar yugur chiq deb. Ammo yugurib, yelib harakat qilsa ham bo'lmayaptimi? Shu farzandni malomat qilmaylik. Nimaga sen topa olmayapsan, Alloh topganda demaylik, chunki uni taqdiri u. Haqiqatan kunga tunga o'laysan bo'lmaydi. Demak, Alloh taolaning taqdiri. Seni ishing tugadi. Seni ishing harakatida. Bu yo'q Allohdan. Endi kufr olamidagi odamning holini qarang. Yuguradi, yeladi, harakat qiladi, sabab qiladi, natija bo'lmasa tushkunlikka tushadi, o'zini o'ldirishlikkacha boradi. Ammo iymon olamida-chi? Hamma sababni qilgandan keyin natija bo'lmasa, demak Allohdan ekan deydi, rozi bo'ladi, ajr oladi. Al-Akram, o'ta karamli bo'lgan Robbisi shu narsani taqdir qilgan edi unga. Alloh qizg'anmagan edi, Alloh baxillik qilmagan edi. Men qildimmi harakatni nimaga bermading demaydi. Chunki karamli, o'ta saxovatli bo'lgan Robbis shu kunda taqdir qilibdimi? Demak, shu sizga yaxshi ekan. Endi nima bo'ling? Rozi bo'ling. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighayri hisab. Hech shak shubha yo'qki, sabr toqat qilguvchilarning ajr mukofotlari hisob-kitobsiz, to'liq to'kis qilib berilur. Inna wajadnahu sabira, ni'mal abdu innahu awwab. Alloh taolo o'zining bandasi Ayyub alayhisalomni maqtab aytadiki, dar haqiqat biz Ayyub alayhisalomni sabr qilguvchi holda topdik, u naqadar yaxshi bandadir. Nimasi uchun Alloh taolo yaxshi deyapti? Sabr qilgani uchun.